Ucell sim kartani Rossiyada turib, o'tirgan joyingizda bepulga olishni ko'rsatib qo'yaman. Videoga bitta like bosib, musofir do'stlaringizga jo'natib, oxirigacha ko'ring. Jigarlar, Ucell sim karta olish uchun birinchi o'rinda Play Marketga kirib, Ucell deb yozasizlar qadrdonlar. Yozganlaringda sirazi mana Ucell ilova chiqadi. Mana buni sketchat qilib olasizlar. Menda уже sketchat qilingan ko'ryapsizlar va xuddi shunday ochiladi. Sizlarda nomer bo'lmasa, значит Stat abonentim degan joyiga bosasizlar. Abonent bo'lish degan joyiga bosasizlar. Bosganlaringdan keyin mana bu yerda mana aktivatsiya sim karta deydi, kupit E sim karta deydi. Mana shu E sim kartaga bosasizlar. Bosganlaringdan keyin davom etishga, nachatga bosasizlar. Agar o'zbekcha yozilgan bo'lsa davom etish. Новый nomer degan joyiga bosasizlar. Bosganlaringdan keyin продолжitni bosasizlar. Bosib turib xohlasalar mana besplatni nomerlar ham bor yoki platni nomerlar ham bor. Любой bittasiga bosib mana bu olishni bosasizlarda davom etishga bosasizlar. Bosganlaringdan keyin mana bu yerda tariflar chiqadi. Siz o'zingizga xohlagan tanlaysiz. Men maslahat beraman, mana bunaqa eng arzonini tanlashlaringiz. Chunki internetda roamingda gigabayt ham отдельно sotib olasiz. O'sha gigabayt ishlashligi uchun eng arzonini tanlaysizlar. Va mana bu yerda mana ID kartalaringni, danalarni kiritishni boshlaysizlar. Bu yerga yozasizlar. Bu yerga data rожденияni yozib turib, keyin Face ID, selfie video chiqadi. Videoga tushasizlar. Face ID dan o'tganlaringdan keyin xuddi shunday продолжить degan joy chiqadi, shetga bosasizlar. Endi qaranglar, mana shu etapida o'sha olayotgan sim kartamizni pulini va tarifini pulini to'lashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun oplatit"ga bosamiz. Bosganimizdan keyin xohlasangiz o'zbek kartalarini kiritsangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasa mana Drogoga bosib turib, boshqa rossiyskiy kartalardan foydalansangiz ham bo'ladi, SPB yo'lini tanlab. Bu juda ham oson, o'sha dalshi tushunib olasizlar va mana xohlagan kartalaringni mana shu yerdan SPB yo'lini tanlaysizlarda, rossiyskiy kartalarni любойni tanlaysizlar, o'zingizda borini va kartangizdan to'lab turib, QR kod beradi, o'sha QR kodni aktivatsiya qilib olasizlar, sim kartaga bosib. Bo'ldi, shu bilan o'sha ishlaydi. Mana shu приложениyaga ham o'sha nomeringiz orqali kirib olsangiz ham bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar, nomer olish umuman qiyin emas. Profilda shapkasida Telegram kanalim turibdi. O'tib, qolgan videolarda ham ko'rsalaring, to'liq nastroykasini iPhone'ga ham, Androidga ham qanday qilinishini barchasini ko'rsatib boryapman va qanday gigabaytlar sotib olishni ham уже Telegram kanalimda ko'rsatib qo'yganman. Profilda shapkasida ссылка. Musofir do'stlarga jo'natish esdan chiqmasin. Video ozgina cho'zildi. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Zato foydali bo'ldi degan umiddaman. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga rahmat deb yozib ketsangiz bo'ldi.